ikkinchi qavatdan 93 kvadrat metrli 3 xonali kvartiramiz sotuvga chiqyapti. Bu mehmonxona qismimiz juda ham chiroyli qilib jihozlab qo'yilgan. Televizonerlarga e'tibor bering. Bu yerda esa ixchamgina qilib oshxona joylashtirib ketilgan. Kir mashina, do'xma turnikachol hamma narsasi bor. Bu yerda esa balkon. Balkon qismimiz ichki tarafga qaragan. Keyingi xonalarimizga o'tamiz. Bu yerda esa umumiy sanuzel, hamma sharoitlar bor, hamma jihozlar bilan jihozlangan, kafil bor joylar, issiqpol bilan ham jihozlab qo'yilgan. Bu yerda esa bolalar yotoqxonasi, ikkita bolaga mo'ljallab jihozlangan, hamma sharoitlar bor. Bu yerda esa garderob xonasi bolalar uchun. Keyingi xonamiz albatta bu kattalar yotoqxonasi. Kattalar yotoqxonasi ham juda ham ixchamgina, chiroyli qilib jihozlab qo'yilgan. Kafil zonalardan tashqari boshqa xonalar radiator bilan qiziydi. Uyimizning umumiy maydoni 93 kvadrat metr, adres Shota Rustaveli 51-maktab orqasidagi 6 qavatli binoda bo'lyapti. Narxi $100,000, albatta yaxshigina savdosi ham bor.